Bolali uy bozor degan Egamberdi Talipov nevaralari bilan har kuni tongni shunday qarshi oladi. Yoshligidan musiqaga mehr qo'ygan qahramonimizning hobbisi musiqa asboblarini yig'ish. Ustozning kolleksiyasida har bir nevarasi uchun atab olgan asboblari bor. Bolalarim meni yo'limni davom ettirmasa ham musiqa asbobini chalishni bilsa bo'ldi deydi Egamberdi Talipov. Baramdan jaqqan qomuzlardan alamından ko'zime yaxshi ko'rinsa, uyni yaxshi sezilsa, olib kelem. Anan kempirim biraz quduranib qoladi. Yemi odamni odam qilib, pende qilib, inson qilib yaratgandan keyin bu muzikaning bir jirg'alini, muzikaning bir qasiyatini bile jursa, uğa jursa, sezib, o'shani jon dunyosida qabul olgan bu qanday yaxshi narsa. Ayılıma bararım da aptığım, hatam boylab gözlerimden yaş çıgır. O'shda uning san'at fakultetini dotsenti, musiqashunos, bastakor Egamberdi Talipov tomonidan yaratilgan musiqalar har bir inson yuragidan o'rin olib, yoshlar ijrosida xalqqa taqdim etilmoqda. Asqar to'nun etegi barib chaq bo'lib. Bu kungacha bastalangan musiqalar dastlabki muxlislari, tanqidchilari, maslahatchilari aynan shu oiladir. Har biri o'z tanqidini aytib, qo'shimchasini qo'shib, ba'zi vaqtlarda o'zlari qo'shilib, kuylab, keyin xonandalar orqali biz muxlislarga yetib keladi. Uyda qadimgidek zapis jasab, anan aytadi, "Mana o'g'loning qamur jumuri bo'lib, shu so'zga o'ltiribdir. Mana o'g'loning negadir ochilolmay aytadi, bo'g'ilib turadi. İşte" deb qo'yishadi. O'sha aytib qachondir bir mezgilda oxiri o'sha o'g'on so'zga to'p kelib chiqarma, elga yaxshi o'ta turgan mezgil kelgandan bulardan aytadi, "Bo'ldi, endi to'xtat. Emi buzma" dedi. Emi to'xtat, shu bo'ydan buning hech oshish kemi yo'q. To'xtat dedi. Ustozning dastlabki musiqalarining ijrochisi hozirda umr yo'ldoshi Zura buvi opa. U har tomonlama ko'maklashib, yana ham yaxshi musiqalar yaratishga yordam berib keladi. Yashovdim, mana 42 yil degan 10 yildir. 42 yildan beri mana shuncha yashab, shuncha nevrelerni ko'rib, Xudoga shukr, ming marta shunusuna shukr deb o'tiraman. O'zi zirlarini chiqarsa, o'zi zirdag'us kelib, hem bizde ondoy ırçılarda yün yo'q. Uyun yo'q bo'lsa dag'i uyda har bayram sayin videos bor. Uyda bola chaqam menen aябай ırdaymiz. Tug'an urug'lar kelganda ırlarini aябай ırdaymiz. Egamberdi domla 15 yildan beri O'shduning san'at fakultetida talabalarga dars beradi. Umrini san'atga bag'ishlagan ustoz hozirda xalqqa xizmat ko'rsatib kelayotgan Ayperi Qulbayeva, Samara Karimova kabi san'atkorlar tarbiyalanib chiqqan. Irlarim 100dan oshiq, 120, 130 da o'g'onlarim bor. Alardan 90'ını men kitap qilib, jina qilib chiqardim. Ümit attı kitabımda jarıqa chiqardim. Buna studentler qo'llanib, muallimler qo'llanib, jana musiqa suyuvchilar el yurtlarga da tarqaldi. Bugun kunda yangi yaratgan chiqarmalarim tag'roq aytsam Ayperi Qulbayeva, Samara Karimova, Melbarchin Mamatqalil qizi, jana boshqa irchilar Bishkek tarafdan Dinara Aqulova, Salamat Sadiqova, Kerim Turapov belgili ırçılardan şu çıkarmalarında. Sana başka yoshlar har qanday temada irdab kelayotadi. Dastlabki yaratgan musiqalardan biri Yangi yil deb nomlangan qo'shig'ini Dariqa Jalg'asinova kuylagan. Keyinchalik 90-yillarda Dinara Aqulova Yonimda ham bir o'zingiz bo'lingiz, Oq ziragim deb nomlangan kuylari xalq hukmiga havola etilgan. 93-94-yillarda Kerim Turapov ijrosida nasihat kuyi yaratilgan. Umrini 46 yilini shu ishga bag'ishlagan Egamberdi Talipov boshqa bastakorlar kuylarini notaga solib, keyingi avlodga qoldirishni niyat qilmoqda. Egamberdi Talipov kabi barcha san'atkorlar ham yaratgan kuylarini notaga sola olmaydi. Notaga solingan kuy esa kelajak avlod uchun meros qatori qoladi. Bayzakov jana Barpali klubning irlarına jaralgan o'g'onlar, mana o'shal o'g'onchi kompozitorlar ushul kitobga men izildab, buni da kitap qilib el-yurtga chiqardim. Mana Ümit attı. Bu o'g'ondu kitap, o'g'ondu irlar. Mening o'zimning Egamberdi Talipovning ushul yoshligimdan boshlab, yo'lsam 70-yillardan boshlab yaratib kelayotgan o'g'onlarimning jinaga. So'nggi ijod namunalari Umid deb nomlangan kitobidan o'rin olgan. Ustozning yangi bastalangan kuylari Samara Karimova Sog'inganda otamni, Ayperi Qulbayeva Onam va boshqa qo'shiqlar orqali muxlislar qalbidan o'rin olgan. Hilol Ashurova, Albina Joloy va Azam Buzrukov intimaq. Chaqratmasdan iyni. Aslilar o'sha yo'g'rani negadir cho'kib ketdilar. 3-kupletda.
4